Qarang, mana shu hadis insonni bir silkiydi. Ya'ni bizni salaflarimiz, sahobalar, sahoba ayollar farzandlarga qanchalik darajada mehribonligi, qanchalik darajada ular o'zgalarni o'z nafsidan ko'ra afzal ko'rishini bizga o'rgatadi. Chunki biz ana shu sahobalarga, sahobiy ayollarga ergashishlikka buyurilganmiz. Ana shu sahobalarning yo'lini ushlasak, biz haqiqiy to'g'ri yo'lda yurgan bo'lamiz. Shuning uchun bu hadisni qarang. Haqiqatan bu hadisni yaxshilab tadabbur qilsangiz, bir silkinasiz. Hozirgi holatimiz bilan, hozir bizni yashayotgan holatimiz bilan ularning holatini shunday taqqoslab ko'ring. Mana Oysha onamiz aytdilar. Bir ayol menga kirib keldi. Qo'lida ikkita qizi bor edi. Mendan bir narsa so'radi. Ya'ni fasalatni falam tajid indi shay'an ghayra tamratin wahida. Mendan bir narsa so'radi yeyish uchun. Men bitta xurmodan boshqa narsa topa olmadim dedi. E'tibor beryapsizmi? Oysha onamizning uyida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyukli ayollarining uyida xurmadan boshqa narsa topilmasin. La havla va la quwwata illa billah. Xo'sh, nima qildilar? Fa a'taytuha iyyaha. Men u xurmoni u ayolga berdim. U ayol olib, o'zi yemasdan ikkiga bo'lib, ikkita qizchasiga berdi. So'ng u chiqib ketdi. Orqasidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirdilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan voqeani aytib berdim. Ey Rasululloh, bir ayol keldi. Qo'lida ikkita qizchasi bor edi. Mendan bir narsa so'radi. Hech narsa topa olmadim. Bitta xurmo topdim, berdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Manu butuliya minal banati bi shay." Kim qizlardan mana shu narsalar bilan imtihon qilinsa, ya'ni bu nima degani? Alloh taolo kimgadir qiz farzand bersa, uni tarbiyasini go'zal qilsa, uni begona ko'zlardan asrasa, kasal bo'lib qolsa, yaxshilab parvarish qilsa yoki qiyinchilik holatda uni yeb ichirtsa, unga yaxshilik qilsa, u kunna lahu sitron minan nar. Ana shular do'zaxdan to'siq bo'ladi dedi. Agar sizda qizlaringiz bo'lib, u qizlaringizni yedirib, ichirib, ularni parvarishlab, ularga chiroyli tarbiya berib, ularga hijob o'ratib, Allohni tanisangiz, inshaalloh sizga ana shu qizlar siz uchun jahannamdan to'siq bo'ladi.